Food blog yuritganingdan keyin uyingda hamma masallig'ing bo'ladi-da, senga mazza. Ko'pincha direktimga xuddi shu holatdagi xabarlar keladi. Va albatta ularga ham xuddi shu javob beraman. Ertalab nonushtaga bolajonlarim pizza tayyorlab berishimni so'rashdi. Aksiga oshirma xamirim ham, lavash xamir ham qolmagan ekan. Hamma narsani ilojini qilsa bo'ladi, deya bismillah deb boshladi. Assalomu alaykum, bismillah deb ishimizni boshlaylik. Ozgina yog' solamiz, alohida idishga 4 tuxum muchaqib, tuz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Aslida tuxumni o'zidan tayyorlasa ham bo'ladi. Men shu 4-5 bo'lak nonim uvol bo'lmasin deya ularni ham pishirib oldim. Tuxumimiz pishgandan so'ng teskarisini o'girib, xuddi shu ketma-ketlikda masalliqlarimizni terib olamiz. Ko'pincha yig'in qilganimizda dasturxonga kesilgan go'sht mahsulotlarini olib muzlatib qo'yaman. Xuddi o'sha go'sht mahsulotlarini olib pitsa pishirib oldim. Qolgan masalliqlarni solish esa o'z xohishingizga bog'liq. Ustidan qirg'ichdan chiqarilgan pishloqni sepib 15 daqiqada mazali pitsa tayyor. Xo'sh, qani endi bunisiga nima derkansizlar? Ko'zingizni ayratsin, ishtahangizni o'ynatsin.